Yevropa İttifaqı kollektiv bexatarlik shartnomasi tashkilotining Qozog'istonga askar avatish haqida Qozog'istonning egilik huquqi va mustaqilligiga hurmat qilish kerakligini ta'kidladi. Qozog'iston prezidenti To'qayev davlatning navbatdagi vaziyati sababidan ular a'zo bo'lgan kollektiv bexatarlik shartnomasi tashkiloti davlatlarining rahbarlaridan yordam talab qilgan edi. Yana bir tarafdan Oqsaroy axborot kotibi Jin Pisaki bu hafta Qozog'istonga zo'ravonlik namoyishining orqasida Amerika hukumatining borligi to'g'risidagi ayblashlarni rad qildi. U ismini oshkorlashni xohlamagan Ruslarning Washingtonni qalaymuqanchilik keltirib chiqardi deb xato ayblaganligini bildirdi. Xitoy prezidenti Xi Jinping urush sharoitini ilg'or texnikani o'zgartirish asosida qaytadan loyihalash kerakligini o'tirib qo'ydi. Xi Jinping harbiy mashq orqali urushda g'alaba qila oladigan sarxil qo'shin qurishni talab qildi. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Markaziy harbiy komitetining raisi bo'lgan Xi Jinping Xalq ozodlik armiyasiga yozgan yangi yillik tunji yozma buyrug'ida davlat bexatarligi va urush sharoitining o'zgarishini unumli tushunishining muhimligini ta'kidlagan. Fransiyada talash tartish paydo qilgan COVID-19 vaksinasi kartasi to'g'ridagi qonun loyihasi Avam palatasida tunji bilet tashlashdan ma'qullandi. Xitoy virusi sog'lomlik kartasini vaksina kartasiga aylantiradigan yangi belgilamaga asosan qahvaxona, restoran, muzey, teatrxona va kinoxona qatorliq ba'zi joylarning kirish eg'izida vaksinalashning tamomlanganligi ko'rsatilgan hujjatlar talab qilindi. Tekshirish natijasi e'tirof qilinmaydi. Vaksinalash kartasining kuchga ega bo'lishi uchun askartish vaksinasi deb atalgan 3-chi vaksinani urdirgan bo'lishi kerak. Ukraina sudi xiyonatchilik bilan ayblangan Ukrainaning sobiq prezidenti Petro Poroshenkoning mol-mulklarini musodara qilishga buyurdi. Chet elda turayotgan Poroshenko 17-yanvar bu davlatga qaytib kelib, bosh taftishi bilan ko'rishadiganligini bayon qildi. Poroshenko Donbass rayonidagi Rossiyani qo'llaydigan bilgunchilardan ko'mir setib olganligi uchun xiyonatchilik va terrorlikni mablag' bilan ta'minlash bilan ayblangan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Isroiliyalik mansabdoshi Yair Lapid bilan Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchilik pozitsiyasi va Eronga munosabatlik masalalarni muzokara qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining yozma bayonotiga qaraganda, Blinken bilan Lapid telefonda ko'rishgan bo'lib, ikki ministr rayon va dunyoviy masalalarni muzokara qilgan. Xitoy bultur dunyodagi ochliqning yarmini zapas saqlab olgan. Davlatlik yemeklik va strategik zapas saqlash idorasi bug'doy zapasining davlatga 1,5 yil yetarli ekanligini e'lon qildi. Amerika Yezi egilik ministrligining mo'ljallashicha, Xitoy 2022-yili ochliq zapasini saqlaydi ekan. Agar bu xil ahvol davomlashsa, yer sharidagi ko'mir-qo'noq zapasining 69%, go'rish zapasining 60%, bug'doyning 50% Xitoyning zapasida bo'ladi ekan. Bir qism g'arb davlatlari Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligi sababli boykot qilgan Beijing qishliq olimpik tanharkat musobaqasi to'g'risida Xalqaro olimpik komitetiga yana bir tanqid qildi. Uyg'ur rayonidagi majburiy emgakni oxirlashtirish birlashmasi deb atalgan bir tashkilot Xalqaro olimpik komitetidan qishliq olimpik tanharkat musobaqasidagi rasmiy kiyim-kechaklarning Uyg'ur majburiy emgakchilar tomonidan ishlab chiqarilmasligiga kafolatlik qilish uchun qanday qadamlarni tashlaganligini so'radi.